Berasizmi siz haydab o'tiraverasizmi? Bizni chipil bank tanlab adashmagansiz. Mana mashina olaman, kira qilaman deyapsiz. Aldamasdan 10 o'rinda kreditlaringizni topshiring, xo'pmi? Bundan aka xavotir olmang, kira kredit sraz beriladi. Aka yetib keldik, sizda 53 ming bo'ladi. 3 mingni bermay qo'yaverasiz. Odamda yaxshilik qoladi. Aha, mana aka. Yenangda yeri qoladimi? Sendan yaxshilik qoladi, bankka nima qoladi? Siz ham sumalanma 3 mingni bering tezroq, To'g'riga hayda tezroq ishlashing kerak. Qo'yaqmisiz? Xohlagan joyingizdan chiqib kelasiz. Ana bitta sigaret olib, mana miyamni damaltirib, sekin taksi qilaman-da. Aka bir pachka sigaret berib yuboring. Big'illatib qolma. Krediti bor odam sigaret sotib olib chekadimi? Jinnimisan? Yo aka bermay qolish. Aka, bitta dona sigaret bormi so'rab chekishga? Sigaretimni nos bor. Ye, bos, Mo'minnikimi? Mo'minniki bering aka. Mana, mashina bir hafta ketadi. Nos chekib ketdik kira qilib. Rahmat aka. Yo'q, mas jonomni-chi tekinga bo'lsa ham olib ketaman. Ha, onasini yemsa pulga olib ketaman. Tualetda o'tirsam ham chiqib kelaverasizmi? Uncha asabiylashsiz. Ha, hali bo'yningda o'lguningcha to'laydigan krediting bor. Undan ko'ra mana anjandan chiqayotgan raya suvlarini ichsang, tabiiy nokli anorlisi bor. Ma, asabingni big'illatib qoladi. Hayda. Ha, ishlayman deb umrim o'tib ketyapti. Damalaylik undan ko'ra, ha? Aka, qayerga ketyapsiz? Damalib keling. Undan ko'ra zapravka mo'ka qilib qo'yib, bugun ham tayinli ishlaganiz yo'q. Ertaga ertalab ishga chiqamiz. Men ham damalishim kerak. Aytdi 100 mingga mo'ka qilib beradi. 100 mingga mo'ka? O'zing mo'ka qilasan. Men krediti bor odam mo'ka qiladimi? Yo'q buni. Yo'q buni. Yo'q, men basarimga qo'shib bo'lmaydi. Kredit olmayvergan.